Assalomu alaykum. Jobirxon Uz kanalining ashaddiy obunachilari, aziz obunachilar, bugungi biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i Boburbek oshnamizning qo'ralarida turibmiz. Assalomu alaykum Boburbek. Keling Jobirbek. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshi. Charchamayapsizmi? Xirmonga baraka. Bugungi chiroylilarni olib qo'yibsiz a? Ha, xudo xolasa bo'g'oz qo'yiladi. Yiriklaridan pulini o'ta yengil qilib qo'yib beramiz. Videoda o'tkazmay oxirigacha ko'rishsin. Bugun necha partiya? Xudo xolasa 4 partiya qo'y chiqarib beramiz. Zotga qo'chqorlar, puli yengil bo'g'ozlar. Bo'ldi. To'qli qo'ylardan ham chiqarib beramiz. Bo'ldi. Aziz obunachilar, birinchi partiyasiga mana bunday chiroyli gigantlardan chiqarmayapsiz Jobirbek. Shulardan ham chiqarib turib bizga kerak degan aka-ukalarimizga sizlar uchun iminni mana shunaqasidan Boburbek oshnamiz olib qo'yibdi. Yaqin bu, hammasi o'zi yaqin bo'g'oz ekan, ko'rinib turibdi. Boburbek bo'lmasa bular haqida ma'lumotlarni chiroyli qilib berib o'tavering-chi. Ularda yemoq, ichmoqlariga bir hafta sinab olishaveradi. Yoshlari 4 tishdan 6 tishgacha. Yoshlari 4 tishdan 6 tishgacha. Mana qo'y o'zi şeyde tug'ishi ham mumkin ekan, bu qo'y o'zi egasiga borguncha ham tug'ishi mumkin. Mana qo'y ham mana mashalloh. Qo'ylarimiz ko'p qorin tashab yaqinlashib oldi. O'zi ko'rinib turibdi. Bo'ylari qanaqa bo'ladi Boburbek bo'ylari? 85. Pilisga olishaveradi, bemalol o'zi 90 atrofida ekan qo'ylar. Tortadigani ham ha mana mashq qo'ylar kahpalojni 90 ga tortaveradi mana mashq qo'ylar. Mashq qo'ylar aslida 85 ga olishaversa ag'i foydasi ularda obunachilarimiz. Xudo xohlasa obunachilarimizga bo'lmasa bu qo'ylar Qirg'izistondagimi qaydaki Boburjon? Qirg'izistonda 5 ga hit qo'ylar aziz obunachilar. Xudo xohlasa va'daga buni oxirida pul yengillari ham bor-a obunachilarimizga. O'zi qo'ylar ham bir aytdim deb pasrog'i yo'q. Pasrog'i yo'q ekan. Hammasi zo'r ekan, bir xil qo'ylar ekan, bir qo'raga soni nechta? Bu yerda 9 dona. 9 dona aziz obunachilar. Obunachingizga. Sizlar uchun mana bu qo'yni qaranglar. Haqiqatan ham yoshi katta emas ekan. Yoshi katta qo'y yuzidan ham ma'lum bo'lib turadi aziz obunachilar. Aslida shuni hisobiga mana qo'ylar oldi ko'rinishlari ham, hamma quloqlari ham o'ta chiroyli ekan. Qo'ylar yaxshi qo'ylar ekan. Xohlasa yuzlari ham ko'ring, yuzlari ham tiniq. Yuzlari ham tiniq. Bayda bir dona kashdan bitta qorasi bor ekan-a. Qolgani sariq ekan. Aziz obunachilar, qora ham haqiqiy boqa degan qo'y ekan aslida. Kashtani ham zo'r ekan. Bir yurgizib o'raylikchi bo'lmasa Boburbek, bir oyoq qo'llarni chiroyli qilib obunachilarimizga ko'rsatib o'taylikchi. Aziz obunachilar, mana qo'ylarimiz eti ham zo'r ekan aslida. Rosa bir qo'ra ekan aziz obunachilarimizga tashab qo'yib, maza qilib bolasini olib boqa degan qo'y ekan. Kishi 4 dan 6 tagacha dedingizmi? 4 dan 6 ta ekan, hali 5-6 yil bolasini maza qilib olib yuradigan qo'ylar ekan aslida. Ha Boburbek, xudo xolasa. Obuna 3-4 ta xotirjam bolasini olishaveradi. Obunachilaringizga pullar bir mashina tishini ham bir ko'rsatib o'ting. Mana qo'ydi yuzlarini ham. Yuzi ham oq yuz, toza yuz ekan-a. Mana aziz obunachilar, 3 qoringa ekan, yuzi ham toza yuz ekan, ammo ashim rosa maza qilib boqa degan ekan, ko'chat narsaga orqa ko'rinishlari ham o'ta chiroyli ekan, mana shu ham yaqin ekan, xudo xolasa. Qorin tashab qo'ylar. O'zi ko'rinib turibdi. Ha, o'zi bilinib turibdi, o'zi tug'ishi 10-15 kun ag'bag'ida bu qo'ylar tug'ar ekan-da. Qolmas ekan. Mana shu fevral ichi pashti o'zi qo'ylar bolalaveradigan qo'ylar ekan, xudo xolasa. Qo'y kichkina emas ekan. Obunachilaringizga bularning narxini chiroyli qilib yo'lida qilib bering, bo'lmasa Boburbek. Siz yangi kanalimizda yangisiz. Yangimiz. Like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmasin. Narxlarni 7,5 million so'mdan bir joyga ketaveradi. 7,5 ming taqalgan joyimiz so'rashga haqqim bormi? Boburbek, endi biz obunachilar tarafdan obunachilarimiz tomonda bo'lamiz-da biz doim aslida. Chunki aslida biz ham bor, siz obunachilaringiz tomonmiz. Bo'ldi. Aydinlik beramiz bularga. Chunki sizga qo'y kelaveradi-da, bugun so'zsiz ertaga yana keladi. Shon hisobiga obunachilarimizga chiroyli qilib bir so'rayman-da, bir chiroyli qilib o'tib bering. Dastlabkasi qaygacha oldindan gaplashib olaylikchi? Toshkentgacha. Dastlabkasi Toshkentgacha bo'ladi. Dastlabkasi bor, u yog'iga kelishamiz. Dastlabkasi Toshkentgacha bo'ladi. Dastlabki yo'q ekan deb o'ylashmasin. Bo'ldi. Dastlabkilar bor, u yog'i kelishilgan holatda kelaveradi. Qo'ydi soniga qarab kelishilgan holatda ketaveradi. Obunachilarimizga bir so'ra 7 million 200 ming so'mdan bir joyga bo'lsa nima deysiz? Boburbek, dastlabkasi Toshkentgacha bo'ladi. Jobirxon mayli. O'zim o'tib beraman, yengilroq qilib beraman dedim, 100 mingdan kam berishsin, gap so'z yo'q. Dastlabkilarini chiroyli qilib yetkazib beraman. Aziz obunachilar, 7 million 400 ming so'mdan deyapti mashg'ul. 7 million 400 emas Boburbek, bir joyga bo'lsa 7 million 300 ming so'mdan obunalar uchun 200 ming so'mdan o'tib berasiz. Yo'q, Jobirbek ham bo'ladi unda. 100 mingdan kam bo'lib qoladi deysizmi? Qo'ylar ko'rsatib yo'q, qo'ylar katta narsalar ekan, 90 gacha ekan bo'yi haqiqisiga. Ko'rinib turibdi, xudo xolasa, mashqo'ylar aslida yakkalab sotishga mashqo'ydi o'zi 10 million ustida. Yakkalab sotishga mana mashqo'y, ashqo'ylar. Odamlar ne kelgan, masalan, bozorda borib so'rasa mashqo'ylarni 9 million, 10 million. Ha, aytyapman mana 1, 2, 3, 4 mashqlarini 12 milliondan kam narxi yetishmayapti. O'zim bizga
Kelgan narxdan ozginadan To'ppa to'g'ri siz bu optimga sotasiz, yo'lida bo'lar, orzuroq. yo'lida bo'lsin. Bu soniga qarab ish qilasiz. Masalan, bozorda haqiqatan yuribmiz, bu qo'ylarni 10 million, 12 million deyapsiz-da, kami 9 million bo'lyapsiz-da. Endi siz obunachilarga 7 million 300 dan bir joyga olsa, beraverasizmi, ma'qul kelaveradimi? Otangga rahmat, like bosdi, tamam, ketdi. Siz obunachilaringizga barakasini bersin. Gap yo'q. Boburbek mana aziz obunachilar bir joyga olsalar 7 million 300 ming so'mdan Toshkentgacha dastavka ichida bo'ladi. Aziz obunachilarimiz, xudo xohlasa shoshilinglar, aloqaga chiqishga nomerlarni qoldirib o'tamiz. Inshaalloh videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Mana qo'ylarimiz haqiqatan zo'r ekan. Maqtamayman men. Kelishamiz. Bo'ldi. Naboda Boburbek bu 9 ta ekan, men 5 tasini olaman Boburbek deb aloqa chiqsa. Ishlarni bitiramiz, xudo xolasa. Bitadimi? Endi har kimda sharoit har xil. O'shanga 9 taga mablag'ni yetmaydi, 4 ta olmoqchiman, 5 ta olmoqchiman deb telefon qilsa ham bitkizib beramiz. O'ta zo'r ekan. Bo'ldi, aziz obunachilar, 4 ta olsangiz ham, 2 ta olsangiz ham, 9 ta olsangiz ham ish bitay ekan. Aloqa chiqsalaring bo'ldi ekan. Qo'ylarga haqiqatan ham men zo'r ekan qo'ylarni. Maqta endi birovni qo'yini maqtab, aleqim maqtay degan narsani maqtash kerak-da aziz obunachilar. Qo'ylarga tashab qo'ysalar, xudo xolsa bittadan bolani bersa, inalar tekinga qoladi. Kuziga inshaalloh olinglar, mashg'ulot olishlarini tavsiya qilaman. Shunda yoniga tushsa, o'zimiz 7300 10 million u yoqda bo'ladi. Xudo xolasa doim berib, agar o'sha toza arashan quloq uzunidan berib qoladigan bo'lsa, o'zi 2000 dollar bo'lsa. Aniq Boburbek. O'zidan yaxshi daromadga ketishadi. 3-4 kun bo'ldi bozorda mashina qo'ylar bolasi bor ekan 2000 dollardan deyapti-da, to'g'risi gapda, bunday qo'shqarcha bolasi bor ekan. O'ziga olsin. Shunaqa aziz obunachilar. Sababini qilish kerak. 7 million 300 ming so'mdan aloqa chiqaverasizlar. Biz xudo xolsa keyingi partiyalarga tayyorgarlik, keyingi partiya ham chiqamizmi Boburbek? Bo'ldi, keyingi partiya ham chiqamiz. Mana aziz obunachilar, ikkinchi partiyamizga bular ekitishmi Boburjon? Bular ikkinchi qoringa bo'g'oz, monos 4 ishga endi o'tdi. Ikkinchi qoringa bo'g'oz, 4 yengil bo'g'ozlar deb variantlarga. Mana tishlarni bemalol ko'rsatib ishlari. 4-chi endi chiqazyapti qo'y. Bunisi-chi? Bunisini ham ko'rsatib qo'ying. Bunisini ham ko'rsatib qo'ydik obunachilarimizga chiroyli qilib. Mana obunachi 4 ta ekan mana. Bir qo'ylar qo'yib yuboraylikchi Boburbek. Yurishlarni ko'ring. Obunachilar mashallah. Bular ham nah bo'g'oz-a? Nah, xudo xolasa. Bular ham Qirg'izistonlik. Bu ham Qirg'iz. Bu ham Qirg'iz. Bitta ko'k, bitta sariq variantlardan istayaptigan aziz aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Bularni bo'y pulini yig'ib yurgan hojonalarga puli yengil varianti. hojonalarimizga tavsiya qilamiz. Va xohlasa shular ham tug'sa 2 milliondan foydasi bor-da tug'ishi bilan. Bularda bo'ylari qanaqa Boburbek? Bular 80 plus minus. 80 plus minusga olishaveradi, lekin yaxshi chiroyli qo'ylar ekan aslida. Yuzlari ham tanaq, oyoq qo'llari baquvvat qo'ylar ekan. Aziz obunachilar, tavsiya qilaman olishlaringni. Hojiboy, mana shu qo'yni olib, pensiyangizni puliga tashlab qo'ying, xudo xolsa kuziga, inasi tekinga qolib, bolalar yana foydaga kirib ketaveradigan variantlardan-da. Xudo xolsa aziz obunachilar. Qo'ylarim mana. Nah bo'g'oz-a bu Boburbek? Xolos, ha, nah bular. Nah bo'g'ozdan ekan. Bular bo'lmasa puvataga buni pulini yengil qilib beringchi obunachilaringizga. Ularga 12 million so'mga hayrini qilib beramiz. 12 million so'mga hayrini qilib berasiz. Endi bitta gapda nari qo'ylaringizdan oshiqcha so'ramadim. 11 millionga bo'lmaydimi Boburbek? Ikkalasi dastavkasi Toshkentgacha bo'lgan holatda. Ko'p so'ravardimmi? Ko'payib ketadi Boburbek. Endi mayli hamma narsa yo'li bilan bo'lsin. Yo'lida qilib beramiz gap. Bo'lmasa bitta o'zingiz bilib tushib beringchi, men so'ramay bo'lmasa obunachilarimizga. Bo'ldi, obunachilaringizdan hayron bo'lib qolishsindan. 11,5 million so'mga ketaveradi dastavka. 11,5 million so'mga Toshkentgacha dastavkasi bor ekan. Beraman, 100 ming o'tib beraman emas. Gap yo'q, mana mashi bola mana ko'rdingiz-a? Mashi bolaga otangga rahmat deb qo'ysalar bo'ldi. Duo qilib qo'ysin. Yana arzonlari chiqaveradi. Hoji buva, mana sizga bosaveradigan joyi chiqdi mana shu yerda. Sirras telefon qilib bekalab qo'ydi, oladigan joyi chiqdi. 5 million 750 ming so'mdan bo'g'oz qo'y, bunaqa qo'ylar asli bo'g'a yo'q aziz obunachilar. Bosaveringlar. Oxiri 11,5 million 11,5 million so'mdan. Gap yo'q, mana aziz obunachilar. Bo'lmasa Boburbek biz 3-partiyamizga qanaqasidan bor edi? Bundan-da pul yengil-a? Yana ham pul yengili bor ikkitani. Keyin ikkita qo'chqarimiz bor, zot savdo xolos. xolos. Ikkita qo'chqari bor. Oxirigacha ko'rishsin. Oxirigacha ko'rishaversa, o'tib yubormay ko'ringlar aziz obunachilar bo'lmasa. Biz 3-partiyamizda olib chiqamiz. Aziz obunachilar, mana bir xil 2 dona olaman, puli yengilidan degan aziz aka obunachilarimizga to'xli qidirib yuribman, 2 dona kerak deganlarga mana yosh qo'zi to'xli variantlardan istagan aka-ukalarimizga tavsiya qilaman. Puli o'ta yengil bo'ladi, Boburbek. Bularda bo'g'oz emaslik qanaqa Boburbek ham so'rab qo'yish kerak. 50 kellik olishsa, lekin bo'g'oz chiqmasa omadlari, to'g'rimi? Xudo xolasa bo'g'oz chiqishi mumkin. Bo'g'oz chiqishi mumkin. Bo'g'oz deb berdi.
Tekimiz 50 kellik Siz deymiz. bo'g'oz deb 100% garantiya bermaysiz. Garantiya bera olmaymiz ularga. Aziz obunachilar, mana bundaq odam ham bo'lar ekan, mana hamma qo'yni, masalan, qo'y po'shlar bir xil qilsa, fonni bo'g'ozda uradi. Bo'g'oz bu mas qo'y deyapti, mana buni 50 kellik deyapti, mana garantiyasi yo'q. To'g'rimi? Endi bo'lsa Bu omadlari-da, baxtlari to'ppa-to'g'ri. Misol bu narsani bo'g'ozda berdi, 50 kellik deb beramiz buni. Lekin bizi Bor ekan. Bu narsada endi bu narsa deya olmayman. To'ppa-to'g'ri. Mana shu narsa yemoq ichmoqlarga sinab olishaveradi. To'ppa-to'g'ri. Aziz obunachilar, mana qo'ylar ko'rsangiz, xudo xolsa sog'lom qo'ylar. Sog'lom, behijolat bir hafta sinab Qo'ylar olishadi. sog'lom, sinalgan. Borib tushgandan keyin bir hafta sinab olishadi. Tushgandan keyin bir hafta sinov muddati bo'lar ekan, nomerlarni beradi. Og'illarning keyin bunaqa qochib ketib bo'lmaydi, nomer o'chib bo'lmaydi, 24 soat aloqada bo'ladi aziz obunachilar. Sizlarga manzillarimizni aytib o'tdik, shu lokasiyani tashlab beraverasizmi, kelib ko'ramiz desa? Tepasida ko'raman desa, lokasiyani tashlab beramiz. Onlayn savdolar ham bor-a? Bor, xudo xohlasa. Aziz obunachilar, bular ham o'sha Toshkentgacha dastlabki ichida bo'ladi. Mana chiroyli savdoqda boqaman degan ko'klar. Buni Boburbek pulini bo'lmasa aytingchi bir obunachilarimizga chiroyli qilib kelishtirib, bitta so'ramaydigan qilib taqilgan yerini aytib qo'ygan obunachilarimizga. Ha, bo'ladigan qilib videoda ko'p cho'zmaylar obunachilarga 8,5 million so'mga ketaveradi. 8,5 million so'mga dastlabki ichida Toshkentgacha bo'lgan holatda. Toshkentgacha ketaveradi. Mashalloh, mana qo'ydi qarang, haqiqatan zo'r ekan, qora ekan, lekin chiroyli ekan. Bittasi kashtan, bittasi qora ekan, o'ta chiroyli Yaxshi bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Bundan masalan bo'g'oz bo'lmasa, endi yozda qo'chqor qo'shib qo'ysa ham chiroyli qo'chqorni, to'g'rimi? O'zlar tarbiyalab, zo'r qo'chqor qo'shib boqib yuraman degan obunachilarga zo'r tavsiya, yaxshi bo'ladi. Orqa fontlarini ko'rsatib o'tamiz. Ketlari ham zo'r qo'yiladi. Chiroyli, haqiqatan chiroyli. Osilib ketadigan qo'ylardan Bo'ldi. emas. Aziz obunachilar, 8,5 million so'mga shoshilinglar, aloqaga chiqaverasizlar. Mashg'ulotlarni olib tashlab qo'yishlarini men o'zim tavsiya beraman. Boburbek, endi 3-4 partiyamizga qo'chqormi? Partiyamiz xudo xohlasa zotga qo'chqorlarni yaxshisi bor, yigitlar. Bo'ldi. Obunachilar. Bo'lmasa aziz obunachilar, biz 4-partiyamizni qo'chqorlarni olib chiqamiz. Aziz obunachilar, mana Boburbek do'stimiz aytganlaridek, qo'chqorni xudo xolasa zotga o'ta tiniq ekan, sizlarga tavsiya qilaman. Bir gapni aytaymi? Bitta aka-ukalarimiz mana shunaqa qo'chqorlar turibdi-da, aziz obunachilar, 10 ming, 5 ming dollar deyapti, past 2 ming dollar deyapti. Bayda ikkala qo'chqor 2 ming dollar emas, aslida sizlarga tavsiya qilib qolaman. Olishlarini, mana qo'chqor dangalga Ikkalarini beramiz. bitta qo'ydi puli bo'lgan yo'q aslida Boburbek, siz aytadigan narx aslida aziz obunachilar, qo'chqorlar men o'zim shaxsan o'zim tavsiya qilaman sizlar uchun. Aloqaga chiqishlarini, mana qo'chqorni qaranglar, mashalloh deb qo'yinglar. Bir chiroyli narsani ko'radigan bo'lsalar, mashalloh deb qo'ysalar yaxshi bo'larkan, ko'z tegib o'tmas ekan-da aziz obunachilar. Shu hisobiga mana qo'chqorlar. Bular yoshlilarni aytib o'ting Boburbek, qo'chqorlar mashalloh. Xitoy atrofidagi qo'zi. 8 atrofidagi Yosh. Yosh xudo xolasa. O'zga hali bor. O'zishga hali bor ekan aziz obunachilar. Bo'ylari nechi? Bo'ylari 80-85. 80-85 atrofida qo'chqorlar aziz obunachilar, oyoq qo'llar 80 kilo. Buni 85 kilo. 80-85 ga olishaveradi. 80-85 ga olishaveradi. Razmerlari ham xudo xolasa chiroyli ekan. Buni endi Boburbek sizdan ko'ra o'zim ko'proq gapiryapman, o'zim ishqoz o'qib qoldim qo'chqorga aslida. Shuni hisobiga chiroyli narsa ekan. Bo'lmasa bolani olib yuradigan. Yuzlari ham, kalla ko'rinishlari ham o'ta go'zal ekan. Shuni hisobiga o'zim sal ko'proq gapirib qo'yapman. Xafa bo'lmaysiz aziz obunachilar. Sizlar uchun mashq qo'chqorni tavsiya qilamiz. Bularning narxini ayting o'tuvchi Boburbek, siz qancha aytsangiz ham sizga haqsiz, chunki vaj sizniki aslida. Endi buni chiroyli qilib yaxshi qo'y kelib qolibdi deb dollarda osmondan kelish kerak yo'q. shu Ha, bizdan olgan odam ham baraka topsa, biz ham xursand bo'lamiz. Narxini bo'ladigan qilib, yo'lida qilib aytamiz. Ha, oldi qochdi qilib bu 1000 dollardan 2000 dollardan deyish kerak yo'q. Olgan odam maza qilib baraka topsin. bo'ladigan qilib ayting shu vaqtda obunachilarimizga bitta ayting. 8 million so'mdan 16 millionga ketaveradi. Aziz obunachilar, eshitdilaring, 8 million so'mdan 16 million so'mga bir joyda Toshkentgacha bo'lgan holatda ketaveradi. Yana bir gap. Telefon qilib Boburjon, ikkala qo'chqoringizga men ishqivoz bo'ldim, shuni bering, o'zim chiroyli qilib boqib tarbiyalayman desangiz, bu bola xayrini qilib beradi. Men gapim xudo xolasa o'lmaydi inshaalloh. Odam aytganida sotmaydi. Xayrini qilib, chiroyli qilib o'z dastlabkilarini qilib beradi. Aslida aziz aka-ukalar, bu qo'chqorlar boshqa odam olsa 1000 dollar, 1,5 ming dollar, 2 ming dollargacha bittasini qo'yadi. Sizlar uchun bu 1,5 ming dollar ham bo'lgan yo'q, ikkita qo'chqor. Shoshilinglar, aloqaga chiqishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Sezonda bunaqa qo'ylarni tovuq bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Ozgina buni olib, 3 oy boqib, chiroyli qilib tarbiyalab turishsa, urug' sezonda o'zi joz biz aytayotganda qog'ozga sotishadi. Bittasini o'zini sotadi, bittasi tekinga qoladi. Sotsa bittasi bekarga qoladi. To'ppa-to'g'ri, bittasi tekinga qoladigan qo'chqor. Bittasini o'zingiz maza qilib boqib, parvarishlayverasiz. Xudo xolasa Boburbek, oxirgi partiyamiz-a bu. Ha, oxirgisi. Obunachilarimizga oxirgi gapingiz nima?
Hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin. Obunachilar like bosish esdan chiqmasin. Xudo xolasa qo'ylarimiz duo qilib turinglar. Bundan ham yengillar. Yanada orzullar kelaveradi, xudo xolasa. Aziz obunachilar, hammalarning chorvalariga Alloh baraka bersin. Biz videoni ham bugunga yakunlayapmiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirib o'tamiz, ekranga yozib o'tamiz. Salomat bo'linglar aziz obunachilar. Yaxshi kunlarda ko'rishaveramiz.